Salom, sizlar bilan Boburbek TLC kanali. Bugun sizlar bilan mana 100 olmoslikda ochib ko'ramiz. Iloji boricha yutishga harakat qilamiz. Yutganimizdan keyin video qilib chiqaramiz. Va ro'qtori bo'ladi. Varitas ham bo'ladi, yomon emas. Hop. Hozirda bitta reklama ko'ramiz. Va mana o'yinchilarni almashtirib oldik va Nuno Mendes chiqmoqda. Albatta buning tezligi juda yaxshi himoyachi uchun. Va Gabriel. Va Hakimi. Hozir bitta reklama ko'ramiz. Va yana qaytib olamiz. Va Luka chiqmoqda. Silva. Oho. Bu yerdan Fernandes'ni olamiz. Va Gordon. Torres Ispaniya jahon chempionatida so'nggi daqiqalarda gol urdi. Shuning uchun bu yerda Dumfries yaxshi. Realni yangi o'yinchisi. Endi Real Madrid o'tganidan keyin o'zini shunday ko'rsata oladimi, yo'qmi? Va tezligi yaxshiroq o'yinchini olish kerak. Va Rashford. Va so'nggi o'yinchimiz Yulduz yoki Ekitiki. Ikkalasi ham bir-biriga o'xshash. Xo'sh. Bizning qanot o'yinchilarimiz yetarli. Hujumchi zaminada umuman yo'q, shuning uchun Ekitikini olamiz. O'zi asosiyda ham Gordon qanot o'yinchi, shuning uchun boshqatdan tarkib qilamizmi? Ko'proq o'yinchi almashtirib. Mayli, boshdan qilib ko'ramiz. Xo'p. Endi Yamal bilan bu bor. Eng yaxshilari. Endi bu Rodri ham yomon emas. Shu joyida o'chiraman, chunki reklama ko'ramiz. Va mana qaytib oldik. Va Nuno Mendes o'shanday ketyapti. Bu joyida ham sariq o'yinchi olish uchun o'yinchilarni almashtirish kerak qani. Va mana qaytdik. Va Upamecano. Gabriel yaxshi bo'lyapti hozircha. Hakimi. Bu yerda ham hozir reklama ko'rsak Luka Modric chiqadi. Ko'ramiz. Mana qaytib oldik. Va yana Luka. Bu yerda mayli ancha yaxshi Bernardo. Va yana o'shanday Fernandes. Bu yerda endi Gordonni olmaymiz va yana bitta reklama ko'ramiz. Holland, Vinny, Leao, Son. Odam ikkilanib ham qoldi. Buni ko'rib. Va Kean ham bor ekan, bizning o'yinchimiz. Jamoamizda bor hozirga. Biz bulardan kimni olamiz? Hozir ikkita asosiy nomzod Vinny bilan Holland. Viniciusga tezlik va ancha yaxshi. Tezlanish. Holland zarbasi juda yaxshi. Holland olamiz, chunki asosiy hujum. Bu yerdan
Torres. Reklama ko'rsak chunki oddiy o'yinchi berib qo'yish mumkin. Bu varitalarning umuman qizig'i yo'q. Va keyingi himoyachilar. Ay. Bu yerdan endi sariq o'yinchi chiqmasa ham kerak. Shu uchun darajasi yaxshilarni tanlab olamiz. Endi biz yarim himoyachiga reklama ko'ramiz. Va almashdi. Unday katta o'zgarish bo'lmadi. Endi bu o'yinchilarga, zaxira o'yinchilariga o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Va ikki tarkib ancha yaxshi bo'ldi. 14 ta sariq o'yinchi va bitta klassik o'yinchi. Va mana darajasi bilan ancha yaxshi. Va himoya chizig'imiz ham yomon bo'lgani yo'q. Ikki qanotimiz tezligi juda ham baland. Va mana sizlar bilan Boburbek Dilashek kanali bo'ldi.